ko'z yoshlarini ko'rib jarohatim esingdan chiqdi, shundaymi? Uni mendan ham ko'proq yaxshi ko'rasan-a? Unday emas. Xuddi shunday. Lekin Ranvir, bir kun kelib pushaymon bo'lasan, o'g'lim. Jarohatim 4 kunda tuzalib ketadi. Lekin bu oila qalbingni shunday yaralaydiki, uni hech qachon davolay olmaysan. Hurmatli amaking esa, o'g'lim deb sendan foydalanyapti. Chirak va Ishanining to'yi seni sharofating bilan bo'lyapti. Endi uni o'tkazish ham seni zimmangda. Bunaqalar ishi bitguncha eshakni ham tog'a deydi. Amaking ham seni o'g'lim deb o'zini eshagiga aylantirib olgan. Unday emas, oyi, adashyapsiz. Aslida amakimni deb ketmadim. Uni qizini deb shu yerda qolding. Otasiga sodiqliging va qiziga oshiqliging ko'zlaringni ko'r qilib qo'yibdi. Gapimni eshiting, oyi. Tegma menga. Bor, o'sha Ishanini ko'z yoshlarini art. Axir u senga mendan ham qadrliroq-ku. Marjonni sotib, qarzimizdan qutulamiz va bu yerlardan uzoqlarga ketamiz deb o'ylagandim. Lekin unday bo'lmadi. Sen bizni shu yerda azob chekishimizni xohlaysan. Mayli, azob beraver. Oyi, menga ishoning. Siz bilan ketaman. Bu uydan ketamiz. Faqat hozir emas. Bir ishni nihoyasiga yetkazishim kerak. Katta xato qildim. Uni to'g'rilashim kerak. Aks holda vijdonim qiynaladi. Bu oila oldidagi qarzimni to'lagach, albatta ketamiz. Bu uyni bir umrga tark etamiz. Bundan ham og'irroq zarbaga uchraysan. Hammasi o'sha qizni deb. Ushbu film Tarona Movie Telegram kanalidan yuklab olindi. Xatoyimni tuzatishimga o'zing madad ber. Chirakning asl basharasini fosh etishim kerak. Qayerlarda yuribsan oshna? Agar amakimning yoniga ketayotgan bo'lsang, bormaganing yaxshi. Hozirgina buvim bilan rosa tortishdi. Ha, to'g'ri. Vaziyat xavfli tus olyapti. Vaziyatni sovutish uchun esa konditsionerni yoqish kerak, to'g'ri. Tinchlikmi? Nega xomishsan? Fotiha to'yiga tayyorgarlik uning zimmasiga topshirilgan, shuning uchun asabiylashyapti. Sodir qahramon, asabiylashma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Keyin undan ko'ra ziyofat uchun qo'shiqlarni tanlaymiz. Yur. Ha, shoshma. Hozir emas. Zarur ishim bor. Bo'pti, ko'rishguncha. Uni ham kayfiyat yo'q. Nima ham qilardik? Ranvir, qachon kelding? Bilasanmi? Ketishingni eshitib. Senda muhim gapim bor edi. Vaqt ajrata olasanmi? Qachondan beri odobli bo'lib qolding? Sen uchun doim vaqt topaman. Gapir, nima bo'ldi? Menga ishonasanmi? Nima? Bu qanaqa savol bo'ldi? Oldin sira bunaqa qolamni debmi? Ishani, ayt. Menga ishonasanmi? Albatta, Ranvir. Qadrdon do'stimsan-ku. Hamisha menga yordam berasan. Doim senga ishonaman. Aytganlarim qalbingni tilka pora qilsa hamma. Nima gap, Ranvir? Javob ber, Ishani. Aytganlarim qalbingni tilka pora qilsa ham menga ishonasanmi? Ha, albatta ishonaman. Chunki bilaman. Nima desang ham meni baxtimni o'ylab aytasan. Endi aytchi, nima gap ekan? Qani? Ishani, Chirakka turmushga chiqma.
Chirak yaxshi yigit emas. U senga munosib emas. To'xta Ranvir. Hazilni ham chegarasi bo'ladi. Yana shunday hazillashsang seni o'ldiraman. Ahmoq. Ishani rost gapiryapman. Chirak aslida boshqacha ekan. U hammamizni chuv tushirdi. Bilaman, Chirakni o'zim senga maqtardim. Lekin gapimga ishon. U yolg'onchi va muttaham bo'lib chiqdi, Ishani. Nimalar deyapsan? Chirak. Bo'lishi mumkin emas. Telefoni menda qolgandi. Uni qaytarish uchun borsam, bir qiz bilan xonasida o'tirgan ekan. Shundan keyin bexosdan men Balki boshqa qizni yoqtirib qolgandirsan. Shuning uchun meni rad etyapsanmi? Ayt. Munosabatlarimiz o'zgarmadimi? Hey, albatta o'zgarmagan. Hayotimda sendan boshqa qizga o'rin yo'q. Ishani, Chirak seni sevmaydi. Senga faqat puling uchun uylanmoqchi. Hammasini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bu gaplarni eshitib, diling og'rishini bilardim. Ammo senga aytmasam bo'lmasdi, Ishani. Yur. Dadam bilan gaplashamiz. Dada. Chirakka turmushga chiqmayman. U yaxshi odam emas. Hayotida boshqa qiz bo'la turib, menga uylanmoqchi bo'pti. Iltimos, to'yni to'xtating. To'y bo'lmaydi. Menga ishoning. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Chirak xonasida bir qiz bilan o'tirgandi. O'sha qizni sevishini va unga uylanishini aytdi. Bilaman. Bu qizning ismi Karina ekanini ham bilaman. Qayerdan bildingiz? Chirak aytib berdi. Karina ismli qiz uni anchadan beri ta'qib qilayotgan ekan. U qiz Chirakni yaxshi ko'rar ekan va unga turmushga chiqishni xohlar ekan. Chirakka agar boshqa qizga uylansang, o'z jonimga qasd qilaman deb unga po'pisa qilayotgan ekan. Chirak unga tushuntirishga ko'p urinibdi, lekin qiz quloq solmayotgan ekan. Qiz po'pisa qilishni boshlagach, o'ziga ziyon yetkazmasin deb Chirak yolg'on ishlatishga majbur bo'ldi. Sen o'sha gaplarni eshitgansan. Ha, o'g'lim. Chirak hozirgina bu yerga kelib hammasini bizga gapirib berdi. Va bu tomosha to'ygacha davom etishini aytdi. Aks holda qiz to'yda muammo chiqarishi mumkin. Ishani. Agar u istaganda haqiqatni bizdan sir tutishi ham mumkin edi. Ammo bunday qilmadi. Qarindoshlik rishtasini bog'layotgan xonadondan haqiqatni yashirmadi. Dada Ranvir o'z ko'zlari bilan ko'rgan. Bunda Ranvirning aybi yo'q. U senga ko'rganlarini aytgan. Lekin ishonchim komil, Ishani. Chirak senga munosib yigit, qizim. Lekin amaki, Bilaman Ranvir, sababsiz hech nima qilmaysan. Seningcha bu gaplarni eshitganimizdan keyin Chirakdan shubhalana boshlaymizmi? menimcha tekshirib ko'rish kerak. Hammasini tekshirib bo'lganman. Haqiqat o'g'lim tekshirilmaydi. U qalban his etiladi. Ishani. Ko'p o'ylama. Menga ishon. Seni xafa qilishlariga yo'l qo'ymayman. Xudoga shukr dada. Yaxshiyam Ranvirni uyimizga kelganini ko'rib qolsiz. Ranvir telefonimni qaytarishga kelishi mumkinligini o'ylamabman ham. Karina bilan gaplashganimni ko'rdimmi yo'qmi bilmadim. Shuning uchun to'g'ri Xarshat amakinikiga bordim.
va o'z hikoyamni so'zlab berdim. Sen bilan faxrlanaman va nihoyat muammolarni hal etishni o'rganibsan. Yo dada, eng katta muammo hali oldinda. Ranvir. U do'stingga aylangan deb o'ylagandim. Bu men uchun bir yugurdak edi. Xolos. Iltimos, yig'lama. Bilasan, bu gaplarni eshitganimda Chirakni yo'qotishim mumkinligi, unga turmushga chiqmasligimdan dahshatga tushganimda uni chindan ham sevib qolganimni angladim. Uni juda yaxshi ko'raman. Unga nisbatan nimani his etishimni bilmasdim, lekin Chirak yomon odam. Hayotida boshqa qiz bor deganingda qalbim larzaga keldi. Nima deb o'ylashni bilmay qoldim. Ammo dadam anglashilmovchilik bo'lganini aytganida nazorat qila olmadim. Shunda uni qanchalar yaxshi ko'rishimni, unga qattiq ishonishimni tushundim. Agar bugun o'sha ishonch dars ketganida bunga bardosh bera olmasdim. Dada, Ishanining ishonchini butkul qozondim. Bu to'y albatta bo'ladi. Albatta. Qarzga kirib ketganingiz uchun emas, balki o'g'lingiz aniq maqsad sari intiluvchan bo'lgani uchun. Uning uchun tashqi ko'rinish, boylik muhim emas. His-tuyg'ularni qadrlaydi. Qalbimni zabt etish uchun uzoq kurashdi. Nafaqat meni, boshqalarni ham ko'ngliga qaraydi. Zishani qalbini og'ritmaslik uchun kelib nimalar deganini o'zing ham ko'rding-ku. U hammaga, menga, Go'ri opamga, senga ham yordam berdi. U yonimda bo'lsa, barcha muammolardan xalos bo'laman. To'ydan keyin biror muammoga duch kelsam, Ishanining oilasi hammasini men uchun hal etadi. Ularning puli uchun uylanayotganimni hatto xayollariga ham keltirishmaydi. Bu bechoralar agar menga boylik kerak bo'lganida Ishaniga emas, Dishaga uylanishi mumkin edi deb o'ylashadi. Ammo ular bilishmaydiki, agar Dishaga uylanganimda faqat kuyov bo'lib qolardim. Hozir esa meni o'z o'g'illardek ko'rishadi. Sevimli o'g'illardan hech nimani ayashmaydi. Har qanday holatda mendan minnatdor bo'lishlari lozim. Chunki hech bir yigit nasl nasabining tayini bo'lmagan qizni o'z nigohiga olmaydi. Men esa xonadonning o'gay qiziga uylanyapman. Bu uni yonida o'gayligimni yuzimga soldi. Shunda ham u mendan voz kechmadi. Chunki muhabbat va sof rishtalarni qadrlaydi. Xuddi dadamga o'xshab. Men doim dadamga o'xshagan, qalbi pok umr yo'ldoshni uchratishni orzu qilardim. Baxtim bor ekan. Chirak aynan shunday yigit. Aslida qandayligimni hech biri bilmaydi. Ammo men u xonadon tarixini juda yaxshi o'rganib oldim. Bilasizmi dada, haqiqiy raqobat ikki qiz o'rtasida emas, balki ikki ayol o'rtasida. Shundaymi? Biri ona, ikkinchisi buvi. Ona g'alaba qozonishini boshdanoq bilardim. Chunki onani uning eri juda yaxshi ko'radi. O'g'il onasini hurmat qiladi, lekin rafiqasining fikrini ma'qullaydi. Farshatni aytyapsanmi? Ha, dada. Sizni do'stingiz, kechirasiz, sizni oshiq do'stingiz Harshad. Dada, oshiqlik ajoyib tuyg'u bo'lar ekan. Rost. Muhabbatga oshno bo'lgan qalb uning asiriga aylanar ekan. Do'stingiz ham muhabbatning asiriga aylandi. Sevgi ko'zini ko'r qilganidan farzandli ayolga uylandi. Endi esa uning qizi ham oshiq bo'lib qoldi. Katta rahmat Ranvir. Unga yana bir imkoniyat berishimni sen so'raganding. Chirak bilan do'stlashishimga ham sen hissa qo'shding. Chirakka seni nazaring bilan qaraganimdan keyin uni yaxshi ko'rib qoldim. Rahmat Ranvir. Katta rahmat. Sen chinakam do'stsan. Ranvir o'sha oila uchun jonini berishga tayyor it. Menga tashlanib qolish mumkin edi. Lekin muammoni vaqtida hal etdim. Ammo unga ishonib bo'larmidi? Asl niyatimni fosh etishi mumkin. Ishani va uning dadasi Ranvirga qattiq ishonishadi. Juda qattiq. Shuning uchun
Ishaniga uylanishdan oldin uning ishonchini qozonishga qaror qildim. O'g'lingiz otajon o'z maqsadiga albatta erishadi. Nimani o'ylayapsan? Nima qilmoqchisan? Sabr qiling dadajon. Hali hammasi oldinda. Chirak chindan ham Ishani ta'riflayotgandek oliyjanobmi yoki ko'rganimdek ablahmi? Yuragim sezyapti. Bu yerda bir gap bor. Qanday bo'lmasin, buni to'ydan oldin aniqlashim kerak. Rostdan shundaymi? Ha, xonam. Bu haqda sizga kechasi aytmoqchi edim, lekin xurragingizni eshitib, haligi qattiq uxlayotganingizni ko'rib, uyg'otgim kelmadi. Ranvir biror vajsiz Harshatga hech nima demagan bo'lardi. Bundan chiqdi, bu yerda bir gap bor. Ha. Alo, salomatmisiz, janob Naren? Bu men Hansa Gardandas Parixman. Tanidingizmi? Nega unday deysiz, janob Naren? Ha, ishlaringiz yaxshimi? Ketanmekda qalay? Eshitishimcha, shu kunlarda omadi chopayotganmish. Rostdanmi? Ey Xudo, shuncha zarar ko'rishdimi? Xona vayron bo'lishdimi? Nochor ahvolda deysizmi? Sizdan qarzi ham ko'payib ketibdi-da. Dahshat. Hamma narsaga chidasi bo'ladi, ammo Tangrim hech kimni qarzdor qilmasin. Albatta, duo qilaman. Salomat bo'ling, janob Naren. Tinchlikmi, xonim? O'ynab quvnaylik, raqsga tushaylik. Endi chin yurakdan raqsga tushaman. Xursandchilik qilaman. Endi to'y bo'lishi uchun harakat qilaman. Ha, Falguni Ishanini turmushga chiqishini xohlayotganda, Ishani albatta chiqadi. Uni to'yi butun shaharga ovoza bo'ladi. Xonim, Nima? to'y bo'lishiga rozimisiz? Adashmasam to'yni to'xtatmoqchi edingiz-ku? Nega to'yni to'xtataman? Axir Ishani xonavayron bo'lgan xonadonga kelin bo'lyapti. Ketan mehtani million qarzi bor ekan. Ishani u yerga borib malika emas, oq soch bo'lib kirlarini yuvadi. Mana bunday qilib. Idish tovoqlarni yig'lab yuvadi. Falgoni, o'zing aqlliman deb o'ylaganmiding? Zo'r tomosha bo'ladi. O'g'lim unga uylanib, kambag'allikdan qutqargan edi. Endi esa uni qizi ana shu botqoq sari ketyapti. Harshat bu gaplardan xabar topmasidan Ishanini iloji boricha tezroq uzatish lozim. Ishani Dishamni baxtini o'g'irlamoqchi edi. Qarab tur hali. Dishani shunday boy xonadonga uzatayki, shunda Falguniga qara, Dishaga boy kuyov uchradi, Ishaniga esa kambag'al deyman. Ushbu film Tarona Movie Telegram kanalidan yuklab olindi. Xo'p. Yaxshi. Ha, aka. Ofitsiant va dizaynerlarga xabar berdim. Shunday, kunini ham aytib qo'ydim. Tashvishlanmang. Bu bolada nimadir bor. Yomon yigit emas. Xizmatkor bo'lishiga qaramay, juda ham aqlli va kelishgan. Xo'p. Ha, hammasini bajaraman. Dizayner tadbir bezaklarining suratini yuboribdi. Yaxshi. Amaki, bezaklar surati qo'limda. Xo'p, yaxshi. Uni Ishaniga beraman. Xo'p.
Ha, tushundim. O'zim tekshiraman. Qiziq. Nega unga oldinroq e'tibor bermagan ekanman? Hech qisi yo'q. Tuzog'imga ilinasan, Ranvir va Khela. Balki Shanina do'stidirsan. Ammo endi men seni do'stingga aylanaman.